Voy yo'q, Margo nimadandir qattiq xafa bo'lganga o'xshaydi. Bizga zudlik bilan yordam kerak. Ey Wednesday, hozir raqsga tushadigan vaqt emas. Margoni qutqarishimiz kerak. Qani tezroq, bir soniyani ham bo'y bermaslik kerak. Voy, opasi ham shu yerda shekilli. Opasi Margoga nima kerakligini hammadan yaxshi biladi. Tezroq bo'l. Mana buvisi ham keldi. Nabirasini qanday xursand qilishni aniq biladigan odam keldi. Hamma qahramonlar shu yerda. Nima bo'ldi? Margo och qoldimi? Farqi yo'q, yangi bellashuvimiz boshlanmoqda. Buvisi va opasi vaqtni cho'g' o'tkazishyapti shekilli. Mayli, chalg'iganimiz yetadi. Endi nima pishirishimizni bilib oladigan vaqt keldi. Burger voy. Xo'sh, hammangiz yangi bellashuvga tayyormisiz? Qani ketdik. Demak, buvisi burger nonlardan boshlaydi. Ha, qizartirilgan nonlar ancha yaxshi. Endi bizga qiyma go'sht kerak. Buvisi qiyma go'shtdan kotlet oladi. Ularni tovaga solib, lopatka bilan mana shunday bosadi. Kotlet tayyor. Endi bir bo'lak mazali pishloq va albatta pomidorsiz qanday burger bo'lsin. Ustiga piyoz va non qo'yiladi. Voy, buvisi vazifani juda tez uddaladi. Barakalla buvi. Endi navbat opasiga. Oddiy nonlar to'g'ri kelmaydiganga o'xshaydi. Nima? Ponchik. Naqadar mazali. Opasi ponchikni 2 bo'lakka bo'ladi. Endi shokoladlar. Naqadar shirin, lekin opasida yana bir narsa bor. Bu nordon jel. Juda mazali, lekin juda nordon. Endi zefir qo'shamiz. Ozgina marmelad va rezavor siropi. Nega bo'lmasin? Endi ajoyib burgerimizni yopamiz. Buncha chiroyli, buvisi nabirasining ishini yuqori baholaganga o'xshaydi, lekin Wednesdayni hayratda qoldirish unchalik oson emas. Demak, odatdagidek nonlardan boshlaymiz. Albatta qoralaridan. Kotletni mana shunday qovuramiz. Wednesday bir bo'lak pishloq bilan nima qilyapti? Voy, bu pishloq hozir qanchalik ajoyib ko'rinyapti. Bir bo'lak bodring. Voy, bu burgerning tili bor, og'zi borga o'xshaydi, lekin nimadir yetishmayapti. Yaxshiyamki Wednesdayning yonida har qanday muammoda yordam beradigan qo'l bor. Marmelad ko'zlar. Wednesdayga aynan shu narsa kerak shekilli. Hoy, ehtiyot bo'ling buvi. U qo'l mutlaqo zararsiz. Endi burgerga ko'zlar qo'shamiz. Voy, mana bu maxluqqa bir qarang. Juda qo'rqinchli, lekin baribir juda ishtahni ochar. Ammo qaysi burger eng mazali bo'ladi? Hozir bilib olamiz. Margo, navbat seniki. Qanchalik och qoldim. Bu burger g'ayrioddiy ko'rinyapti. Tatib ko'ramiz. Mazali, menga yoqdi. Xo'sh, keyingisi nima ekan? Birinchi tishlamni olaylik. Bu piyozmi? Buncha rasvo. Bu burger senga kerakli narsa emas. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bular mening sevimli shirinliklarim. Ponchik bilan marmelad yeyishmi? Bu mening didimga mos. Xo'sh, g'olibni tanlash vaqti keldi va u mana shu burger. Ha, mana shu bizning g'olibimiz. Voy, Wednesdayni tabriklaymiz. Menga shunday tuyulyaptimi yoki u kulyaptimi? Wednesday kulyapti. Voy, kimdir uyalib ketganga o'xshaydi. Apasi va qo'l umumiy til topishganga o'xshaydi. Qo'lning uyga ketish vaqti bo'ldi. Qahramonlarimiz uchun esa yangi taom pishirish vaqti keldi. Issiq shokolad. Bu mazali ichimlikni kim ham sevmaydi deysiz? Umid qilamanki, hamma tayyor. Ketdik. Buvisi yana pishirishga kirishdi. U kastryulkaga sut qo'yadi. Endi kakao kukuni aralashtirishni unutmang. Bir bo'lak shokolad ta'mni yanada boyitadi. Naqadar shirin. Buvisi issiq shokoladni o'zining maxsus kruykasiga qo'yadi. Barakalla buvi. Endi navbat opasiga. Qo'y, ehtiyot bo'l. Shokoladning hammasini bunday yeb bo'lmaydi. Ha, buvining gapi to'g'ri. Shakarni juda oz qo'shish kerak, mana shunday.
Endi u nima qilmoqchi? Ha, mana bu shirinlikxo'rga bir qarang. Buvisi bunchalik ko'p shakarni ma'qullamaydi. Mayli, sut qo'shish vaqti keldi. Ehtiyot bo'l. Voy. Ha, apasi aniqroq, e'tiborliroq bo'lish kerak. Demak, hamma masalliqlarni qo'shishingiz mumkin. Endi ozgina bo'yoq. Voy, mana bu go'zallikka qarang. Bu krem juda yorqin. Endi ozgina sepma shirinliklar. Mana shu tortiq qilish. Apasi qo'lidan kelgancha harakat qildi. Lekin bu hali hammasi emas. Yakuniy shtrix ko'pirtirilgan qaymoq va ozgina zefir. Shirinlikni qarang. Ha, opasi qo'lidan kelgancha harakat qildi. Ajoyib. Xo'sh, navbat seniki Wednesday. Bu yerga mos kruchka kerak. Qo'l, bu yerda sening yordamingizsiz ilojimiz yo'q. Dahshat-ku. Buvi, asablaringizni asraganingiz ma'qul. Wednesday shokolad va ozgina ko'pirtirilgan qaymoq qo'yadi. Rezavor siropi, ajoyib, va ozgina Haribo marmeladlari. Oha, mana bu o'ziga xos tortiq qilishga qarang. Issiq shokolad tayyor. Nega? Bu aql va qilmaydi. Bu juda mazali. Menga yoqdi. Va davom etamiz. Bu buvining issiq shokoladi. Ajoyib. Bu nima? G'alati ko'rinyapti, lekin tatib ko'ramiz. Yomon emas. Va g'olib. Opa, bu raund seniki. Xo'sh, qahramonlarimiz yana bellashuvga tayyor ko'rinadi. Bu safar ularni nima kutyapti? Voy, bu kartoshka free. Bu taomni pishirish va tortiq qilishning ko'plab usullari bor. Hozir qahramonlarimiz qaysi yo'lni tanlashini bilib olamiz. Albatta, avval kartoshkani artish kerak. Nimalar bo'lyapti? Voy, opasi kartoshka artishning juda g'ayrioddiy usulini tanladi. Buvisi xursand emas, lekin sevimli nabirasidan qanday xafa bo'lsin? Endi kartoshkani olishingiz kerak. Bo'ldi. Opasi kartoshkani maxsus pichoq bilan kesadi. Bu go'zallikka qarang. Ozgina rang qo'shish vaqti keldi. Voy, bu juda yorqin. Yog' qo'shing. Va yorqin kartoshkalarimizni tovaga solishimiz mumkin. Ajoyib. Issiq yog' bilan har doim juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Hoy, ehtiyot bo'l. Rangli kartoshkalarimizni likopchaga chiroyli qilib teramiz. Opasi shunday yorqin kartoshka fri tayyorladi. Buvisi taomning klassik versiyasini afzal ko'radi va ba'zida klassik versiya eng yaxshisi bo'ladi. Shunday emasmi? Oha, kartoshka fri va ketchup. Bu ta'm bolalikdan hammaga tanish. Bundan yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Barakalla, buvi. Xo'sh, bu safar Wednesday bizni nima bilan hayratda qoldiradi? Wednesdayning kartoshkasi allaqachon pishgan. Odatdagi tortiq qilishga o'xshaydi. Lekin to'xtang. Bu nima? Voy yo'q. Wednesday tomonlarni adashtirib yuborganga o'xshaydi. Buvi, ko'zingizni yumganingiz ma'qul. Bu yuragi bo'shlar ko'radigan manzara emas. Xo'sh, qayerda to'xtagandik? Oha, kartoshka free. Wednesday kartoshkani qora rangga bo'yaydi. Voy, buncha chiroyli bo'lmasa. Opasi ham Wednesdayning taomini yuqori baholaganga o'xshaydi. Uning reaksiyasiga qarang. Xo'sh, ko'raylikchi, Margo nima deb o'ylarkan? Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Voy, bu kartoshka biroz kuyganmi? Yo'q, ta'mi yomon emas. Ketchup bilan esa shunchaki daho. O'zimni tiyib o'tirmayman va hammasini oxirgi bo'lagigacha yeyman. Mazali. Keyingisiga o'tamiz. Yomon emas. Ko'raylikchi. Lekin bunday qilsa yanada mazaliroq bo'ladi. Xo'sh, xayr kartoshkalar, men sizlarni yeyman.
Menimcha biroz ko'p yeb yubordim, lekin hali 3-chi taom ham bor. Buncha chiroyli taom bo'lmasa, ha, juda mazali. Buni hozirdanoq his qilyapman. Juda zo'r, oxirgi bo'lagigacha. Voy. Oh. Xavotir olmang, men yaxshiman. Xo'sh do'stlar, keyingi shartga tayyormisizlar? Unda ko'raylik-chi. Quymoqlar. Bunchalik mazali bo'lmasa, umid qilamanki, qahramonlarimiz bu ajoyib taomni pishirishni bilishadi. Buning usullari juda ko'p. Qani, ketdik. Buvi har doimgidek birinchi bo'lib pishirishga kirishadi. Quymoq xamirini tovaga ehtiyotkorlik bilan quyamiz. Ajoyib. Qarsildoq chetini ko'ryapsizmi? Uni ag'darish mumkin. Va bu quymoq shunchaki mukammal. Ko'p yillik tajriba mana shuni anglatadi. Wednesday, senga nima bo'ldi? Shekilli, qo'lning yordamisiz iloji yo'q. Qora bo'yoq? Albatta. Kim shuba qilibdi? Bu Wednesday-ku. Bu rangga qarang. Hoy, u biroz berilib ketganga o'xshaydi. Mayli, quymoqlarimizga qaytamiz. Voy, bu haqiqatan ham chiroyli. Ha, qora rangli taomlar doim juda zamonaviy ko'rinadi. Sizning sevimli rangingiz qaysi? Izohlarda o'z variantlaringizni qoldiring va balki keyingi videoda buni sinab ko'ramiz. Bu arada Opaning xayolida qiziqarli narsa borga o'xshaydi. Voy, bu endi shunchaki quymoq emas, balki haqiqiy san'at asari. Negadir bu rang hech siqib chiqarilmoqchi emas. What's the matter with you? Voy, to'g'ri ko'zga borib tegdi-ku. Opamiz bilan hammasi joyidadir deb umid qilaman. Ha, hammasi joyida. Bunday vaziyatda eng muhimi barcha qiyinchiliklarga qaramay taslim bo'lmaslik, shunday emasmi? Biz buni uddalayapmiz. Voy, bu bir shoh-ku. Bu go'zallikka bir qarang. Ha, bunday lahzalarda buvi nabirasi bilan juda faxrlanadi. Buvi-chi? Bizni eski va sinalgan retsept kutayotganga o'xshaydi. Sariyog' va chinor siropi qo'shilgan quymoqlar. Buni ko'rib, odamning og'zidan darhol so'laga oqib ketadi. Menimcha Wednesdayning quymoqlari ham katta. Ha, ular g'ayrioddiy ko'rinadi. Wednesday o'zining sevimli rezavor siropini qo'shadi. Va voy, bular o'rgimchaklarmi? Tinchlaning buvi. Bu o'rgimchaklar shokoladdan qilingan. Xo'sh Margo, ishtirokchilarimizning taomlarini tatib ko'rish vaqti keldi. Bu nima? Dahshatli ko'rinadi. Quymoqni tatib ko'raylik-chi. Yomon emas. Keyingisi nima ekan? Voy, buncha mazali. Ta'mi esa shunchaki daho. Bu qanday go'zallik? Bir shoh. Bunchalik shirin va mazali bo'lmasa, mayli, menimcha g'olibni aniqlab bo'ldim. Mana u. Tabriklayman, opa. G'alabaga loyiqsan.